Assalomu alaykum. Qo'limda taniqli ingliz adibi George Orwellning Molxona degan qissasi. Uni ona tilimizga iste'dodli jurnalist va tarjimon do'stimiz Karim Bahriyev muvaffaqiyatli o'girgan. Meni qo'limdagisi asarni 2022-yildagi 4-nashri. Oradan o'tgan 4 yil mobaynida yana bir necha marotaba qayta bosildi. Bugungi kun nuqtai nazardan olib qarasak, hatto 4-nashrni tiraji, ya'ni nusxalari ham chakana emas. 5000 nusxada bosilgan. Demakki, talab bor, taklif yaralyapti. Demakki, asarni bugungi kun o'quvchilari izlab, topib, sotib olib o'qiyaptiki, uni qayta nashr qilishga ehtiyoj tug'ilyapti. Bo'lib ham o'qiyotganlar orasida yoshlarning ko'p ekanligi, o'tgan zamonlarni, Orwell boshdan kechirgan, Orwell nazarda tutgan zamonlarni, davrlarni, tuzumlarni ko'rmagan ukalarimiz, do'stlarimiz, farzandlarimiz ham o'qiyapti. O'zbek tilida yozilgan, ona tilisida yozilgan, bor yo'g'i 1000 donagina chiqqan kitoblar, she'riy to'plamlar, qissa-yu romanlar uzoq yil bosilmasdan omborxonaga qaytarilayotgan bir paytda bu asarni qayta katta tirajlarda bosilishi va tarqalishi demak nimadandir darak bersa kerak-da. Albatta darak beradi. Zero George Orwell bu qissasida xuddi 1984 romani singari makonidan, davridan, irqidan, joylashgan hududidan qat'iy nazar aksariyat joylarda qayta bo'y ko'rsataveradigan, qayta odamzod qarshisidan chiqaraveradigan voqeliklar haqida hikoya qiladi. Bu voqelik o'sha mashhur, o'sha ibtidodan to balki ibtido qadar hal bo'lmaydigan masala, tepadagilar va pastdagilar, ularning tabiati va ruhiyati, mukammallikka emas, oddiygina insoniy insofu, nedir bir ozgina adolatga ham yetisha olmayotgan davlat va jamiyat boshqaruv tizimlari, boshqaruv usullari almashgani bilan ular bag'rida boshqacharoq shakl va shamoyilda yashab qolaveradigan ijtimoiy siyosiy tiplar kirdikorlari xususida hikoya qiladi. Qissadan bexabar do'stlarimiz albattaki har qancha tiraj chiqmasin, ko'pchilik o'qimagan bo'lishi mumkin. Demak, undan bexabar do'stlarimiz ham suhbatga yaqinroq kelishlari uchun men bugungi ko'rsatuvimizni asarni sujetini, voqealar rivojini ozgina hikoya qilib berish asnosida olib bormoqchiman. Va shunda ajabmaski, qolgan do'stlarimiz ham, o'qimagan do'stlarimiz ham bu kitobni topib o'qishga qiziqib qolsalar va eng muhimi o'qigan, ayniqsa boya aytganim yosh avlod bu asar o'zi qanaqa dardu dunyo yashirin ekanligini yana ham chuqurroq anglab qolsalar. Demak, Angliya qishloqlarining birida Qo'rg'onchi deb nomlangan ferma, ya'ni molxona egasi Mr. Jones keyingi paytlarda o'z xo'jaligini yuritish, nazorat qilish, qo'l ostidagi hayvonlarga, uni tirikchiligini vujudga keltirayotgan hayvonlarga munosabat masalalarini bir chetda qoldirib, ayshi ishratga beriladi, qovoqxonalarda ichki libozlik bilan mashg'ul bo'ladi. Shunday kunlarning birida molxonadagi keksa axta qilingan mayor laqabli yirik cho'chqa o'zining aytishicha karomatli tush ko'rib qoladi. Xo'jayin Mr. Jonesning bugun ham molday ichib kelib, xo'rillab uxlab yotgandan foydalangan mayor atrofiga butun molxona ahlini yig'ib, o'zining tarixiy nutqini, ularni ekspluatatsiya qilayotgan odamlar zulmidan qutulish, molxonada inqilob yasash haqidagi g'oyalarni targ'ib etishni boshlaydi. Katta avlod yodiga har qalay 19-asrning qoq o'rtasida e'lon qilingan, keyinchalik proletariat dohiylari nomini olgan ikki og'ayni Olmon muallifining qalamidan chiqqan Kommunistik partiya manifesti degan asar risola tushgan bo'lsa ajab emas. Hamma qulay tarzda joylashib olishlari va sukunat cho'kishini kutib, mayor tomog'ini qirdida gap boshladi. O'rtoqlar, men uzoq umr kechirdim. Bir o'zim og'ilda yolg'iz yotganimda mulohaza yuritish uchun yetarli vaqtim bo'ldi.
O'ylaymanki, hayotning mohiyatini zamondoshlarimning barchasidan ham ko'proq tushunaman deb ayta olaman. Kelinglar, haqiqatning yuziga tik qaraylik. Qisqa hayotimizning har bir kuni xo'rlikda va zahmatli mehnatda o'tadi. Tug'ilganingizdan boshlab bizga o'lmaydigan darajadagina ovqat berishadi. Kuchi bor hayvonlar eng so'nggi nafasigacha ishlashi kerak. Odatda biz hech narsaga qaramay, hech kimga kerak bo'lmay qolganimizda bizni shafqatsizlarcha qushxonaga ravona qilishadi. Nega biz bu qadar tuban ahvolda yashashda davom etmoqdamiz? Sababi shundaki, biz o'z mehnatimiz bilan yaratayotgan deyarli hamma narsa odamlar tomonidan o'zlashtirib yuborilmoqda. Mana o'rtoqlar, barcha savollarning javobi qayerda ekan? Bu bitta, ammo yagona odam degan so'zdadir. Bizning yagona haqiqiy dushmanimiz odam. Sahnadan odamni olib tashlang, ochlik va ayovsiz mehnatning sababi yo'qoladi. Odamdan xalos bo'lsak bo'ldi. Mehnatlarimizning barcha mevalari bizning mulkimizga aylanadi. Men sizlarni o'rtoqlar isyonga da'vat qilaman. Esda tutinglar o'rtoqlar, sizning jasoratingiz, jur'atingiz barqaror va sobit bo'lsin. Sizlarni hech qanday g'ayri fikrlar yo'ldan adashtirmasin. Agar kimdir jonivorlar va odamlar o'rtasida umumiy manfaatlar bor, bir tomonning farovonligi ikkinchi tomonning farovonligi demakdir deb gapira boshlasa, uni eshitmanglar. Ularning bari yolg'on. Aqta qilingan keksa cho'chqa mayorning tez oradagi o'limidan keyin uning otashi nutqlari asosida boshqa cho'chqalar, ayniqsa Napoleon, Snowbot va Qichqiroq laqabli faol yosh cho'chqalar tomonidan boyagi uning tushida ayon bo'lgan g'oyalar obdon ishlanib, tarashlanib, alohida bir ta'limotga aylantiriladi va unga hayvonizm nomi beriladi. Boyagi uchovlon boshchiligidagi cho'chqalar guruhi bu ta'limot bilan barcha hayvonlarni ruhlantirish, qurollantirish, ularni bo'lg'usi qo'zg'olonga tayyorlashga kirishadilar. Nihoyat molxona egasi Mr. Jones bu safar ham boyaga aytgan ahvolda kelib xo'rillab uxlab yotganidan foydalangan cho'chqalar boshchiligidagi molxona ahli o'zini egalariga qarshi Mr. Jones va uni qo'lidagi xizmatkorlarga qarshi bosh ko'tarib hujum uyushtirishadi. O'xshatganguncha uchratmas deganlaridek, xuddi xo'jayiniga o'xshab mendan ketguncha egasiga yetguncha qabilida ish yuritishga o'rganib qolgan molxonani xizmatkorlari ham xuddi xo'jayinlari Mr. Jones va uni tantiq xotini xonim Jonesga qo'shilishib, hayvonlarning hujumidan jon saqlash uchun Omonmatjon iborasi bilan aytganda saltanat tizginini havoga otib qochishga tushishadi. Esingizdami? 1917-yilning 25-oktyabrdan 26-oktyabriga o'tar kechasi Rossiya imperiyasi poytaxti Petrogradda Aurora nomli kema zambaragining paxtavon snaryadi otilishi bilan boshlangan ayollar otryadi tomonidan qo'riqlanayotgan qishki saroyga uyushtirilgan terroristik hujum va uni tafsilotlari. Bu hodisa keyinchalik shu qadar o'zgartirilib, buzilib, qayta to'qib chiqildiki, oxir oqibat uning nomi Ular Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi degan mahobatli nom oldi. Xullas, shu tariqa insoniyat tarixida ilk bor bir molxona boshqaruvi cho'chqalar yetovidagi hayvonlar qo'liga o'tadi. Hozircha bir-biriga suyanch bo'lib, bir-biriga kerak bo'lgani tufayli hammasdak rolini o'ynayotgan Napoleon va Snowbot tomonidan ishlab chiqilgan yangi hokimiyat qoidalari 7 ta arkon Qichqiroq tomonidan, endi ochig'ini bir yo'la aytib berib beraman, bu tuzumni ideologi, g'oyaparasti, propagandisti Qichqiroq ismiga ham e'tibor berayotgan bo'lsangiz kerak. Demak, u tomonidan hamma asrlar davomida og'ishmay amal qiladigan oltin qoidalar sifatida targ'ib etiladi. Ular orasida jumladan hech bir hayvon boshqa hayvonni o'ldirishi mumkin emas, barcha hayvonlar teng huquqlidir degan eshitgan odamni maftun etadigan normalar ham bor edi. Yodingizdadir, sho'rolar hukumati butun sovet xalqiga dasturul amal sifatida tiqishtirgan bir hujjat. Kommunizm quruvchisining axloq kodeksi.
Jons xonimdan o'lja olingan yashil dasturxon hayvonlar respublikasining bayrog'i deb qabul qilinib, uni o'rtasiga tuyoq va shoh rasmi chiziladi hamda bu hokimiyatning bosh shiori ishlab chiqiladi. Butun dunyo hayvonlari birlashingiz. Biz aytganimiz Kommunistik partiya manifesti oxiridagi chaqiriq da'vatni, shuningdek ham SSR degan imperiya, ham uning tarkibidagi barcha respublikalarning qonrang bayroqlarida aks etgan o'roq va bolg'a tasvirini eslayotgandirsiz. Xullas, molxonada tuzilgan yangi hokimiyatning barcha arkonlari ishlab chiqilib, katta orzular, yorug' kelajak hayollari bilan hayvonlar ishga safarbar etiladi. Lekin ular orasida aksariyat cho'chqalar, ayniqsa Napoleon, Snowbot va Qishqiroq singari da'vat va gapga chechanlari aytarli mehnat qilishmas. Ular o'zlarini til bilan aytganda kelajak uchun ulkan rejalar, loyihalar tuzish bilan band bo'lishadi. Negadir avvalgi hokimiyat davrida ham hayvonlar uncha-muncha bahramand bo'lib turadigani sut, olma singari tansiq ne'matlar endi ularning tushiga ham kirmay qo'yadi. Faqat va faqat boya aytganim, aql kishilari, boshqaruv kishilari tomon oqa boshlaydi. Agar o'qigan bo'lsangiz, rus publisisti, siyosatshunosi Igor Budichning Partiyani oltinlari nomli kitobida Smolniyning qator qavatlarida, yorug' xonalarda joylashib olgan bolshevoy hukumatining yetakchilari, uni sardori Vladimir Lenin boshchiligida har kuni iste'mol qiladigan taomlar menyusi e'lon qilingan edi. Uni keyinchalik afsuski otib o'ldiriladigan jurnalist Vladimir Listev ham o'zi tashkil etgan Vzglyad degan ajoyib ko'rsatuvlarning birida, bitta sonida birma-bir bu menyuni ajoyib kinoya bilan o'qib bergan. Holbuki o'sha yillari butun sho'rolar davlati hududida, xususan bizning ona Turkistonimizda ham ochlik hukm surar. Hatto avvalgi ko'rsatuvlarimizda aytganimizdek, Otabek, Yusufbek hojining nevarasi Otabekning farzandi Yodgorbek ham ochlikdan qirilib o'layotgan edi. Sutning g'oyib bo'lganligi haqidagi sirli voqea ham tez orada oydinlashdi. Cho'chqalar har kuni uni o'z ovqatlariga aralashtirar edilar. Bir kuni o'rnatilgan yana bir tartib o'zgartirildi. Hamma olmalar yig'ishtirilib, cho'chqalar uchun ajratilgan binoga olib kelinishi shart qilindi. Kimdir norozilik bildirmoqchi bo'ldi, ammo bu natija bermadi. Boshqalarga vaziyatni tushuntirish majburiyati Qishqiroqqa yuklandi. "O'rtoqlar", qichqirdi u. "Umid qilamanki, sizlar bizni cho'chqalarni mayda xudbinlik tufayli bu qarorni qabul qilgan deb o'ylamasangiz kerak. Aslida bizlarning aksariyatimiz sut va olmalarni umuman yomon ko'ramiz. Men o'zim ularga qaragim ham yo'q. Biz ulardan faqat bir maqsadda, sizlarni sog'liqlaringizni asrash uchun foydalanamiz. Olmalar va sutda, o'rtoqlar, bu ilm-fan tomonidan isbotlangan cho'chqalarning hayotini saqlash va kayfiyatini yaxshilash uchun zarur bo'lgan unsurlar mavjud. Biz cho'chqalar intellektual mehnat sohasi xodimlarimiz. Molxonamizning farovonligi va ishlarni tashkil etish vazifasi mutlaq bizning zimmamizda yuklangandir. Biz kecha-yu kunduz sizlarning farovonligingiz haqida tinimsiz g'aflorlik qilamiz. Biz faqat siz uchun sut ichamiz va olmalarni yeymiz. Biz cho'chqalar o'z majburiyatlarimizni bajara olmay qolsak, oqibatda nima bo'lishini tasavvur qila olasizmi? Jons qaytib keladi. Yana Jonsning hukmronligi boshlanadi. Men ishonamanki, o'rtoqlar, dumini liqillatib uyon bu yonga jilpanglayotgan Qishqiroqning ovozida deyarli o'kirib yig'lashga o'xshash ohang eshitildi. Shubhasiz, Jonsning qaytishini istayotgan birorta hayvon yo'q. Jonsning qaytishidan qo'rqqan hayvonlar cho'chqalarning sog'lig'ini saqlashga, olma va sutni ularga berishga qaror qildilar. Hayvonobod deb nom berilgan, yangi nom berilgan bu molxonani qayta qo'lga kiritish uchun uni egasi Mr. Jons yoniga qo'shnilarni olib bir hujum uyushtirib ham ko'radi. Biroq ayg'oqchi kabutarlar orqali bu hujum tafsilotlari, maqsad muddolaridan xabardor bo'lgan cho'chqalar jamoasi, Hayvonobod jamoasi
bu hujumga tayyorgarlik ko'rib qo'yishgan bo'ladi. Bu jangda ayniqsa da'vatlarga usta Snowbot o'zgacha qahramonlik ham ko'rsatadi. Unga omborxonadan topilgan ishlatilmagan ot taqasidan yasalgan orden ham taqib qo'yiladi. Sho'rolar davlatida kechgan birodar kuchlik urushini eslagandirsiz. Biroq avvalgi dahanaki tortishuvlar tarzida bo'y ko'rsatgan Snowbot va Napoleon o'rtasidagi hokimiyat uchun ichki kurash tobora kuchayib borayotgan, tobora ular bir-biriga tish qayrayotgan edi. Kam gap, biroq qarashlari, hamlalari qo'rqinchli Napoleon onasidan olib qo'yilgan 9 ta kuchukchani o'zi tarbiya qilishini aytib, ularni yashirin boqib, ana shu mash'um kunga tayyorlay boshlaydi. Ana o'sha kun kelganida, ya'ni boyagi kuchuklar rasmana yirtqich itlarga aylangan pallada Napoleon opponentiga hujumga o'tadi va Snowbot molxonadan zo'rg'a jonini omon saqlab qochib qoladi. Undan keyin hayvonobodda neki ijobiy, muvaffaqiyatli ish bo'ladigan, natija bo'ladigan bo'lsa, bularning hammasi so'zsiz Napoleon nomi bilan bog'lanadigan, neki kamchilik, qusur, qandaydir qo'paruvchilik, fitna yoxud o'g'irliklar sodir bo'ladigan bo'lsa, hali qayerdaligi ham noma'lum bo'lgan qochqindagi Snowbot nomi bilan bog'lanishga tushadi. Albattaki bu targ'ibot, tashviqot ishlarini boshida oqni qoraga, qorani oqqa aylantirib yuborishdek katta qobiliyatga ega bo'lgan qichqiroq turardi. Har qalay sho'rolar davlati tarixidan xabardor do'stlarimiz avvaliga bir partiya, bir e'tiqod kishilari sifatida hokimiyat tepasiga kelgan Stalin va Trotskiy, Zinovyev, Buxarinlar o'rtasidagi olishuvni eslayotgan bo'lsalar kerak. Boshqa raqiblari qatori o'zini ham aniq ajal kutayotganini sezgan Trotskiy bir amallab sho'rolar davlatdan qochib, olis Latin Amerikasidagi davlatlardan bittasida umrguzaronlik qilib boshlagan edi. Lekin u Stalinni zahridan, Stalinni panjasidan qochib qutula olmadi. Oradan yillar o'tgan bo'lsa ham Stalin tomonidan yollangan qotil, uni shogirdi rolini o'ynayotgan qotil kirib, Trotskiyni orqa tomoniga o'tib, qo'ynida yashirgan bolta bilan uni boshiga chopib tashlagan. Xullas, shundan so'ng hayvonobodda yagona shaxs Napoleon yakka hokimligi davri boshlanadi. U do'ppitor kelib, ishlari yurishmay, ahvol mamlakatda chatoq bo'lgan paytlarida avval o'zi inkor qilgan Snowbotni gapi, Snowbotni fitnasi, Snowbotni kashfiyoti hech kimga kerak emas deb tarix axlatxonasiga tashlab yuborgan g'oyalarni qayta tiriltirishga, endi o'zini nomidan tiriltirishga, aslida bu g'oyalarning hammasi uni o'ziga tegishli ekanligini, u Snowbot degan dushman o'ziga og'dirib olganligini yoki o'zini nomiga sotib olganligini da'vo qilib hayotga tatbiq eta boshlaydi. Har qanday saylov va kengashlarni bekor qiladi. Qarash va farmonlariga qarshi chiqqanligini emas, balki ozgina e'tiroz bildirishga jazm etgan hayvonlarni ham shafqatsiz yo'q qiladi. Endi u qo'l ostidagilar qarshisiga chiqqanida atrofini sodiq itlar galasi o'rab turadi. Uning yashash joyidan ham endi molxona emas, balki Mr. Jonsdan qolgan hashamatli uy, uning yeb ichiyu yotib dam olishga qadar barchasi kuchli nazorat ostida kechadi. Qani biror hayvon yurak yutib unga qarshi chiqsin-chi? Napoleon hammaga bir nazar soldi. Keyin buyruq ohangida chiyilladi. Ko'ppaklar o'sha zahoti oldinga otildilar va isyonkor 4 ta qora cho'chqani quloqlaridan tishlab, og'riqdan chirqillatgan holda sudrab, Napoleonning tuyoqlari tagiga tashladilar. Og'ir sukunat cho'kdi. 4 tala cho'chqa qaltirab voqealarning rivojini kutardi. Napoleon ularga o'z jinoyatlariga iqror bo'lish talabi bilan murojaat qildi. Bu o'sha Napoleon assambleyani bekor qilganda isyon qilgan 4 ta qora cho'chqachalar edi. Ular darhol Snowball quvg'in qilinganidan buyon u bilan yashirin aloqa qilganliklariga, unga tegirmonni vayron qilishda yordam berganlariga va u bilan til biriktirgan holda hayvonobodni Mr. Frederikka berish maqsadida bitim tuzganlariga iqror bo'ldilar. Ular tavba qilib bo'lganlaridan keyin
ko'ppaklar ularning tomoqlarini g'ajib tashladilar. Va Napoleon dahshatli ovoz bilan yana kimlar qilgan jinoyatlarga iqror bo'lishini so'radi. Tuxumlar tufayli isyon ko'targan 3 ta tovuq oldinga chiqdi va ularning tushlariga qaysidir yo'l bilan Snowball kirib, Napoleonning buyruqlariga bo'ysunmaslikni o'rgatganiga iqror bo'ldilar. Ular ham parcha-parcha qilib qiymalab tashlandi. Keyin o'rtaga g'oz chiqdi va o'tgan yilgi hosilni yig'ishtirish mavsumida 6 ta donni berkitib qo'yib, oqshom yeganini tan oldi. Ularni ham boshqa aybdorlar kabi ajal kutib turardi. Barchasi o'ldirildi. Iqrorlar va jazolar jarayoni Napoleonning tuyoqlari ostida murdalar tog'day uyilgunicha, havoda og'ir qon isi anqigunicha davom etdi. Yon atrofdagi hozircha odamlar qo'lida bo'lgan ferma va molxonalar egalari hayvonoboddagi o'zgarishlarga avvaliga vaqtincha tez orada qizamiqdek o'tib ketadigan bir holat sifatida qarashgan bo'lsa, keyin o'zlarining hududlarida ham, o'zlarining molxonalarida ham mana shunaqa sovuq shabadalar esib qolganidan keyin nima qilib bo'lmasin, bu hayvonobod degan mamlakatni nomi bilan aytsak bo'laveradi, yo'q qilishga, uni hokimiyatni egallab olgan cho'chqalarni qo'lidan qutqarishga harakatini boshlashadi. Har qalay navbat ikkinchi jahon urushiga kelganini anglayotgan bo'lsangiz kerak. Biroq bu safar ham Mr. Jones singari ekspluatatorlar qo'l ostiga tushib qolishdan muttasil qo'rqitib kelingan omma, xalq, olomon, hayvonlar fidokorona jang qilishadi. Katta qurbonlar evaziga bo'lsa-da, Napoleon va uning hukumatiga sodiqliklarini qoni va joni bilan isbotlashadi. Garchi ularning moddiy va ruhiy dunyosi tobora abgor bo'layotgan, kutilgan yorqin kelajak tobora uzoqlashayotgan bo'lmasin, kichikroq propagandasi bir muddat tinmay ularni shundoq ham karaxt bo'lib ulgurgan aql va shuurlarini iskanjada saqlar. Butun hayoti, kuch-g'ayratini hayvonobod farovonligiga yaratish uchun sarflagan tulpor boksyor umrbod go'llarcha ishongan va amal qilgan, men yanada ko'proq mehnat qilishim kerak. Napoleon hamisha haq degan shiorlar ularning hayvonliklarini da yer bilan yakson qiladi. Agar molxona qissasi qahramonlari hayvonlar fe'l atvori sajiyasiga sinchiklab nazar solsak, ularning har biri barcha zamon va makonlarda bo'ladigan, o'sha zamon va makonlarga nedir mazmun mohiyat bag'ishlaydigan ijtimoiy siyosiy tiplar ekanini ilg'ab qolamiz. Bu tiplar ko'p tilga olayotganimiz Napoleon, Snowball va kichikroq qiyofalardagina emas, balki mehnatkash tulpor boksyor, qo'lga o'rgatilgan qarg'a Mozus, ayyor mushuk, tovuqlar va o'rdaklar, xo'jayin aravasini tortgan oq biya Molly, echki Muriel, qarri eshak Benjamin, bo'ysunmasligi uchun qurbon bo'lib ketgan qora cho'chqalar ramzlarida ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Bu sotsial tiplarni har biri haqida, ayniqsa haligi shuncha mehnat qilib, hatto nafaqaga ham chiqishga ulgurmasdan go'shtga, teriga topshirib yuborilgan bir paytlar baquvvat mana shu hayvonobodni ustunlarini ostiga, uni peshtoqlariga o'zini kuchini, quvvatini, umrini tikib qo'ygan bechora mehnatkash tulpor boksyor haqida va qolgan barcha tiplar haqida alohida gapirishim, ularni hayotiy tiplar bilan bog'lab berishim mumkin. Afsuski, ko'rsatuvni vaqti bunga izn bermaydi. Na cho'chqalar, na ko'ppaklar o'z mehnatlari bilan biror ozuqa yoki mahsulot yaratardilar. Lekin bu ulkan jamoaning ishtahasi yuhoda edi. Qolganlarning hayot tarziga kelsak, ularga ma'lum ediki, ular hamisha aynan shu taxlit yashaganlar. Ular doimo och edilar, pichan ustida yotardilar, quduq suvini ichardilar va daladan beri kelmasdilar. Qishda sovuqdan azob chekardilar, yozda pashshalar jonlariga tegar edi. Keksa hayvonlar gohida xotiralarning chuqur-chuqurlarini kavlab, inqilobning dastlabki yillarida zolim odam bo'lgan Jones haydalganidan so'ng hozirgidan yaxshi yashaganmidilar yoki yomonmi deb eslashga urinardilar. Eslay olmasdilar.
Ular hozirgi hayotlarini nima bilan taqqoslashni bilmasdilar. Ularning qichqiroqning ma'ruzalaridan boshqa narsadan xabarlari yo'q edi. Qichqiroq raqamlar bilan qurollangan holda ularga ishlar kundan kunga yaxshilanayotganini ishonchli tushuntirardi. Hayvonlar sezdardilarki, muammoning yechimi yo'q. Har holda ularning bunday mavzularni mulohaza qilishga vaqtlari deyarli yo'q. Faqat keksa Benjamin o'zining uzun umridagi har bir chiziqni eslardi. U bilardiki, bu dunyoda ishlar hamisha shunday davom etgan, yaxshi ham, yomon ham bo'lmagan. Quyidagilar ishlagan, yuqoridagilar yeb ichgan. Hayvonlar uchun hamisha ochlik, qashshoqlik va hayronalik hasrati. Bu foniy dunyo hayotining rad qilib bo'lmas tartiboti shundoqdir. Qissa boya eslatganimdek, bundan 83 yil burun 1943-yil noyabrda boshlanib, 1944-yil fevral oyida so'nggi nuqtaga yetadi. Qiziq. Jorj Orwell bu qissani nega aynan shu yillarda yozish fikriga keldi ekan? Bilasiz, bu pallada Ikkinchi jahon urushi butun dunyoni andarmon qilgan, Olmoniya va Italiyada bosh ko'targan fashizm balosiga qarshi kuni kecha bir-biriga raqib dushman bo'lgan ikki lager birlashishga majbur bo'lgan pallalar edi. Va aynan 1943-yilda bu yirik davlatlarning rahbarlari, sho'rolar mamlakati dohiysi Stalin, Buyuk Britaniyaning bosh vaziri Cherchill va Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Roosevelt Eron poytaxti Tehronda dastlabki yuzma-yuz uchrashuvni o'tkazishgan edi. Molxona qissasini oxirida yaqindagina bir-birini ko'rgani ko'zi otgani o'qi yo'q bo'lgan hayvonobod dohiysi Napoleon va boshqa ferma molxonalar egalari odamlar biz dasturxon atrofida jam bo'lishadi, oddiy hayvonlarni tushlarida ko'rmaganlari noz-ne'matlarini yeb ichishadi, bir-birlarini alqab qadahlar ko'tarishadi, o'zaro omonlik bahay-bahay qilishadi. Ularni barini ular yig'ilgan saroy derazalaridan og'ir, qadrsiz, xo'rlovga teng qullarcha mehnatda beli bukilgan jaydari omma, boshqa hayvonlar unsiz kuzatib turishadi. Ular o'rtasida qarta o'yinidan kelib chiqqan jaljandan hadiksirashibgina, jimgina, pisibgina yana o'zlarining ish o'rinlariga tarqalishadi. Qadahlar so'nggi tomchisigacha bo'shatildi. Biroq bu sahnani tashqaridan kuzatib turganlar nazarida g'alati hodisalar yuz berayotgandi. Cho'chqalarning aft angorida nimalar o'zgargan? Nega bu basharalar ular ko'z o'ngida chaplashib ketmoqda, ifodasini o'zgartirmoqda? Qarsaklar tinib, davra yana uzilib qolgan qarta o'yiniga qaytgach, jonivorlar deraza oldidan sekin keta boshladilar. 20 metrcha o'tgan Hamidlar hamma birdan to'xtadi. Molxonadan shovqinli ovozlar chiqa boshladi. Janjalning sababi shu ediki, yo Napoleon, yo Mr. Pilkington g'irromlik qilgan. Har ikkisi stolga bir paytning o'zida qarg'ali tuzni tashlashgandi. Holbuki bir qarta dastasida bitta qarg'ali tuz qartasi bo'ladi xolos. Bir paytning o'zida 12 ovoz qichqirar, ammo ularning hammasi bir xil edi. Cho'chqalarga nima bo'lgani ayondi. Tashqarida qolganlarning nazari cho'chqalardan odamlarga, odamlardan cho'chqalarga ko'char. Ular yana va yana goh odamlarning basharalariga, goh cho'chqalarning basharalariga boqar, ammo ularning qay biri cho'chqa-yu, qay biri odam ekanini ajrata olmasdilar. Nazarimda Jorj Orwellning molxona qissasini faqat bir tuzum, sho'rolar davlati va bu davlatda yuz bergan hodisalar ramzi sifatida tushunish va tushuntirish unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Suhbatimiz boshida aytganimizdek, bu asarni hali hamon butun dunyo o'quvchilarini qiziqtirayotgan, demakki, ular o'zini qurshab turgan dunyoda aytganimdek qaysi qit'ada yashashlaridan qat'iy nazar, qaysi tuzum ostida, ne izmlar ostida yashashlaridan qat'iy nazar asarda
tasvirlangan hodisalarni, parallellarini, o'xshatlarini, muqobillarini ko'rayotgan odamlar bu asarga yana qayta murojaat qilishga majbur bo'lishayotgani bejiz bo'lmasa kerak. Bekorga bo'lmasa kerak. Ayniqsa bugun dunyoda diplomatiya degan libos kun sayin yupqalanib, ba'zan esa ochiqdan ochiq yetib tashlanayotgan, hamma narsani kuch va kapital bilan hal etish mumkin va zarur degan tamoyil tobora balandroq yangrayotgan. Kechagi raqiblar bir-birlarini qoyiga qizil gilam solib kutib kuzatayotgan, katta kichik urushlarni boshlash va istagancha davom ettirish oddiy holga aylantirilayotgan bir pallada zamonaning yangi Napoleonlari, yangi snowboardlari va yangi qishqiroqlari oddiy qarta emas, balki millionlab insonlar, balki milliardlab insonlar taqdirini bu qartaga tikib, uni ustida o'ynashayotgan bir pallada bu asarning sabog'i qanchalar zarurligi ko'proq ma'lum bo'ladi. Eng xatarlisi insoniyatni yana hayvonobod singari tuzumlarga qaytish, yana cho'chqalar idora usullarini qo'msash, yana har qanday erkin fikr bildirgan kishini g'ajib tashlashga tayyor itlar qo'riqchiligi tiklanishiga befarq qarab turgani Jorj Orwellning qiynagan dardlar hali arimaganini, balki odamzod hech qachon ulardan qutulmasligini anglatishi mumkin. Xayr, salomat bo'ling.